farzandim ko'p bo'lishini kichkinalikdan orzu qilardim. Turmushga chiqsam, meni xo'jayinim ham shunaqa, bu anaqamiz bitta joydan chiqqan fikrimiz. Tag'in ham sog'lig'im ko'tarmay 10 ta qilmoqchi edim. Har bitta bolali bo'lganimda o'zi meni sog'lig'im bunaqa qiyinlashib borurdi-da. Varikoz bilan muammo bo'ladi. Har unaqa farzand ko'payganda varikoz bab o'ynaydiga chiqib ketadigan narsa. Tug'ish uchun operatsiya qildirganman-da. Men o'zi oyog'im oxiri отказ berdi. Oyog'imdan chiqib ketardi varikoz. Keyin yana tug'ishim kerak deb akvamellarga borib operatsiya qildirganman-da. Polniy venani qanaqadir kesadi, o'shani tomirini uni men ko'rib yotganman. Живойдami? Men bundoq bekitib qo'yishgan oyog'ini bilib ko'rib yotganman hammasini. Periduralka qilishganmi? Periduralka qilishgan. Akvamellarning doktorligi o'shanda tan berganman sotsialistning xirurglarga. Chunki men boshqa joylarni ham ungacha surishtirganman. Hech kim ertasi kuni yugurib chiqib ketasanmi menga javob bermagan. O'sha bundoq qon ham chiqmagan menda. Men shu ko'chib qo'ydim. Akvamellar bab nomer 1 ekan deganman-ki.